Zaiflar oxir zamonning alomatlaridan. Odamlarning orasida ishonchi zaiflar ko'payib ketadi. Masjidlar ko'p, namozxonlar ko'p. Ana shu masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarning uyiga kirsangiz, nimalarga guvoh bo'lasiz? Seriallar, tomoshalar, masxara ovozlari, konsertlari, millionlagan prosmotrlar, maza bemaza narsalar YouTube'da. Do'konlarga qarasangiz, muomalalarda odamlarni riboga yoki shunga o'xshagan ishlarga beparvoligini ko'rasiz. Yig'inlarga kiradigan bo'lsangiz, ma'siyatlar, erkak xotinda aralashishi, odamlar o'zlarini xohish isteklarini diniy vojiblardan ustun qo'yayotganligini ko'rasiz. Bularning barining sababi ishonchning, yaqinning zaifligi. Dinimiz bizga birodarlar aytayapti. Hayotingda qanaqa muammo bo'lsa, bu o'zingni qilgan gunoh, ma'siyatlaring sababli. Agar shunga ishonchingiz aniq bo'lsa, aniq ishonadigan bo'lsangiz, gunoh ma'siyatga kirmaysiz.